Bu yürek kasalliklaridan sizga bergan signali bo'ladi. Abdumjid aka, shu yuragimizda masala chiqsa, bizning badanimiz bizga qanday signallarni bir turmush to'g'riliq so'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'ladi. Yurak sohasida masala chiqsa, odatda tuandagidek 5 xil alomat ko'rilishi mumkin. Birinchisi ziyoda harakat qilgan chog'ida yoki bo'lmasa ro'y jihatdan jiddiylashgan chog'ida shu odamning o'zininki shu ko'krak oldi qismi qisilgandek, hatto og'irgandek sezim bo'lsa, hatto bu og'riq yuqorqi shu mo'ra, hatto shu so'l taraf shu yuqorqi bilakcha og'rish davomlashgan bo'lsa, hatto bu og'riq odatda 3 minutdan 5 minutgacha davomlashgan bo'lsa, ham bemorning o'zi aramagan chog'da bu og'riq pasaygan bo'lsa, bu bir yurak kasalligining bishorati. Ikkinchidan, shu harakatdan keyin dam siqilish, nafas qislash qatorliq alomatlar ko'rgan chog'da yurak kasalliklaridan oldin bishorat bergan bo'ladi. Uchinchidan, shu harakatdan keyin sababsiz bo'lgan bosh og'rish, tish og'rish, put og'rishlarmi odatda yurak kasalliklaridan signal bergan bo'ladi. To'rtinchidan, tomoqni ziyoda ko'p yeb olgan chog'da yoki tuyuqsiz cho'chib ketgan chog'da shu ko'krak sohasida qattiq og'rish, dam siqilish ahvoli ko'rgan chog'da bu yurak kasalliklaridan sizga bergan signali bo'ladi. To'rtinchidan, shu uxlagan chog'da yostiqni normal qo'ysa, nafas qistab dimini olmayotgan, yostiqni egizroq qo'ygan chog'da uningki rohat nafas ola oladigan bo'lsa, bu yurakda masala borligining tipik ifodasi. Undan boshqa shu bemorlarda kuchab tayat qilgan chog'da, varang churunglarni anglagan chog'da, shu yurak sohasida siqilayotgan, sanjilayotgan, nafas qistab dimi tutayotgan, to'liq bo'yni qatishayotgan ahvollar ko'rilgan chog'da, bumi shu yurakninki kasalliklaridan sizga bergan bishorat. Undan boshqa shu har xil ilg'or uskunlarga silish orqali yurakda hech qanday masalani bayqamagan, lekin bemorniki yuqoriga o'xshash alomatlar ko'rilgan chog'da bizning oldimizga kelgan chog'da biz shu bemorlar bilan odatda tumu tutish, alqon siziqlari, hatto tilninki rangiga, ko'z iqi, yurak so'qish harakatiga asosan biz yuzaki holatdagi dastlabki diagnozni qo'yib, bemorninki yemak ichmak ham dori tanglab berish orqali kasalliklarga bo'lgan tunishini yuqori ko'tarishga yordam qilib kelyapmiz. Endi sizlarga deydiganim, yuqoridagi shunday alomatlar ko'rilsa, vaqtida doktorxonalarga berib tekshirtishinglarni, ham vaqtida yurak kasalliklarining, ham bo'lib yushur yurak kasalliklarininki sizlarning hayotinglarni xavf yetkazib qo'yishninki oldini olishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman.